Assalomu alaykum go'zallarim. Sizlar bilan shunaqa go'shtli non va oddiy non pishirib ko'ramiz. Ketdik bo'lmasam. Sutimizga ozgina tuz va razrihlitel qo'shib olamiz. Tuz bilan razrihlitelni yaxshilab aralashtirib olib, shu tayyorlab olgan massamizni idishga olib sovib olamiz. So'ngra sariyog'imizni ham qo'shib olamiz. Qoshiq bilan yaxshilab aralashtirgandan so'ng ozginadan un qo'shib xamir qorib olamiz. Tayyor bo'lgan xamirimizni boshqa idishga olib, ustini stretchlab tindirib olamiz. Go'shtli nonimizga ichidagi nachinkasini tayyorlab olamiz. Ingrediyentlarni yozib qo'yaman. Go'shtli nonimizni o'rama mantiga o'xshab o'rab olamiz. So'ngra yuziga tuxum, sedalani surtib olamiz. 180 gradusda 30 minut pishirib olamiz. Mana shunaqa shiringina, chiroyli nonlarimiz tayyor bo'ldi. Oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat.